Bizlar уже bahorga yarimga yetdik, уже yoz kelyapti. Tezroq ozish kerak. Bu yengillik, bu hozir Rossiyada polniy trendga aylanib ketgan bu mahsulot. Bizga bo'lsa endi kirib kelyapti, lekin shunda ham hamma mashhurlar olib tashlab mana shu mahsulotdan endi foydalanishyapti. Bu mahsulotni boshqa mahsulotlardan yaxshi tarafi hech qanaqa qiynalmasdan ozasizlar. Masalan, boshqa choy, kofelarni ichganingizda qiyinchilik bo'ladi, ko'nglingiz ayniydi. Bularda bo'lsa umuman shunaqa qiyinchiliklar bo'lmaydi. Juda ham oson ozasizlar. Yaqinda Feruza Normatovada ham ko'rgandim. Qaynonalari bilan ichishayotgan ekan. Men конечно o'zimga aytmadim. Bitta o'rtog'im bor, sizlar ham tanisizlar, keligini aytmay hozir nima aytding deydi. O'sha o'rtog'imga zakaz qilib. Men pastdan Mehrinisoni profillarini atmakda qilaman. Alhamdulillah. Haqqi rost. Bemalol o'tib yozsanglar bo'ladi. Sizlarning holatingizga qarab, o'zingizlarni desanglar, etsanglar, shunga qarab sizlarga o'zlari unaqa ichish va nimalarni olish kerakligi haqida tavsiya beradilar.